Assalomu alaykum, biznes rivoj loyihasini obunachilarim. Bugundan bizda razborlar bo'lib o'tadi. Razbor deyilganda bu nima? Bitta biznesni to'laqonli ichidan va tashqarisidan ko'rib chiqamiz, muvaffaqiyat sirlarini bilib chiqamiz va albatta yanada o'sish strategiyasini bizni ishtirokchimiz qo'lga kiritadi. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Mani ismim Malika Murodjonovna. Men Mirfood brendi asoschisiman. Bu bizada tayyor mahsulotlar, yarim tayyor mahsulotlar hammasi svejiy tayyorlab mijozlarimizga yetkazib beriladi. Shunisi bilan ajralib turamiz. Zakaz asosida ishlaymiz. Zakaz asosida ishlaysizlar. Hozirgi necha foiz daromaddasiz hozir? Qanaqa summasini ayta olasizmi daromadingiz? Sifrada? Oyiga sezonlar bo'ladi. Oyiga $10,000 dan $5,000gacha. Inogda даже bir kunda $10,000 ishlashi mumkin, $5,000 ishlashi mumkin. U anaqa sezonga qaraydi-da. Sezonga qaraydi. Tushunarli. Hozir o'zingiz qayerga rivojlanmoqchisiz? Hozir o'zingizni B точкasi qanaqa deb tasavvur qilasiz? Yana ham masshtabировать qilishni xohlayman. Do'konlar ochmoqchiman. Do'konlar bu Mirfood do'konlari kelib ko'pchilik so'raydi, o'tirib yeb ketadigan joylar bormi? Yoki do'koningiz bormi? Hali do'konlarga homiladorligim sababli unga kuch ajrata olmadim. Endi shuni harakatidaman. Hisob-kitobingizda do'konlar ochish uchun qancha investitsiya ketar ekan? 5-10 ming ketadi. Har bittasiga? Yo'q, har bittasiga HD mahsulotlari bilan 5 ming deylik, misol uchun remont, men xohlagandek dizayn, оборудование и plus еще mahsulotlar bilan to'ldirish. Shunaqa do'kon ochganlar bilan ishlab ko'rib, gaplashib ko'rdingizmi? Daromadi oshibdimi? Misol uchun yaqinda abiz ochdi o'quvchilarimdan, do'kon shirinliklar bo'yicha abiz ochdi. Boshqalar mazalilar bor, har xil. Lekin talab bor-da, chunki mijozlar kelib, ko'rib, olgisi keladi. Misol uchun abizga Sumays Bakery ham, ularni ko'p kuzataman. Ular ham misol uchun ochib kam bo'lmadi deb o'ylayman. Yana ham daromadi oshadi, yana ham mijozlar soni ko'payadi. Kelib, ko'rib, o'tirib, yeb, ichib ketgandan u уже boshqacha taassurotlar. Hozir 10 mingda 20 ming qilib kelgan ochsak bo'ladi-ku. Hozir sotuvingizni oshirish uchun biz nima qilsak bo'ladi? Sotuvni oshirish uchun faqat reklama. Faqat reklama. Faqat reklama, marketing, mijozlar bilan ishlash, muomala, hammasi ichida. Mahsulotingizni qanaqa podachasidan tortib, ularning odzivlari hammasi kiradi. Odziv marketingda reklama, blogerlar ham normalniy, но birinchi o'rinda bizni hisob-kitobni yaxshi bilishimiz kerak, sifralar. Agar sonlarimiz yaxshi bilsak, bir oyda qaysi mahsulot ko'p sotilyapti, qaysi mahsulotning marjasi katta. Masalan, ba'zi mahsulotlar bor, oz ish kuchi talab qilinadi, tez tayyor bo'ladi, lekin katta pul olib keladi. Bizda marketingda faqat kreativnost, reklama, odziv emas, marketingda bizni analiz, tahlil, hisob-kitobga qarashimiz kerak. Men siz o'rningiz bo'lganda nima qilgan bo'lar edim? 3 oydan beri yoki oxirgi 2 oydan beri eng ko'p sotilgan mahsulotimni o'rganib chiqqan bo'lar edim. Bizda eng ko'p sotiladigan mahsulotlar bu trendoviy bizning salatlarimiz, chunki hozir mana yangi yil, iftorlik, ro'za hammasi baribir stolli salatlar bilan boyitiladi. Shu salatlarimiz eng ko'p sotuv bo'ladigan salatlarimiz. Kuniga misol uchun 100 kilo, 200 kilogacha sotamiz. Вот полуфабрикатli уже как бы второстепенно. Ovqatlar, somsalar второстепенно, chunki bir-birini shunaqa qilib qoplab ketadi. Salata unda ko'proq pul salatdan qolsa salateriya ochsangiz bo'lmaydimi? Faqat salat sotadigan joy. Unaqa ideya ham bor. Chunki biznesda bizda har doim bitta yo'nalishga ko'proq ahamiyat berib, eng katta pulimizni har doim bitta mahsulotdan keladi ko'proq. Yoki ikkita mahsulotdan keladi, yoki bitta mahsulotdan eng katta pulimizga keladi. Eng katta qiladigan xatoimiz bizni 5-6 ta mahsulotga ko'proq ahamiyat berishimiz.
hisob kitobga qaramasdan qaysi mahsulotimiz ham arzon tayyor bo'lyapti, ham ko'p sotilyapti, ham bizga katta pul olib kelyapti. Agarda men 70% pulim, 80%, 70% pulim salatdan kelayotgan bo'lsa, men xuddi boshqa konkurentlarga o'xshab bitta выпечкаlar har xil narsa sotadigan xona qilmayman. Men undan ko'ra salateriya ochaman. No, unaqa ochish biza o'zbekchiligi baribir to'g'ri kelmaydi, chunki oyog'i uchib faqatgina bizada kelgandan keyin uni ham bering, buni ham bering, mana bunaqa yaxshi ko'rishadi. Это хотят, и то, а почему этого нету deydi, потому что bizada menyuda bor. Menyuda bor narsani odamda ko'rish xohlaydi. Bitta narsani qilib qo'ysangiz, odam kelib ketishi, misol uchun, yana boshqa yoqdan zakaz qilishi mumkin-da. Lutchi bitta men bilan hamma ishi bitganini удобный deb o'ylayman. To'g'ri, lekin ko'p bizneslar o'zini izyuminkasini yo'qotib qo'yadi. Million xil narsa qilib, balkim ko'proq salatlarga ahamiyat berib, dizaynini ko'proq yashil salatlarga ahamiyat berib, dizaynini. Bu yerda kichkina xolodilnikda o'sha tayyor, yarim tayyor mahsulotlaringizni ham sotsangiz bo'ladi. No, bizda nimaga upor berishimiz kerak? Eng ko'p pul olib kelayotgan, eng tayyorlanishi oson va eng katta pul tushirayotgan loyihaga, mahsulotga ko'proq ahamiyat berishimiz kerak. Eng katta biznesdagi hamma qiladigan, o'zim qiladigan eng katta xatolardan biri hayolimga kelib qoladi. Hisob kitobsiz просто borib o'sha ishni qilib ko'raman. Sportivka sotib ko'raman. Qo'shiq aytib ko'raman. Va aytishim meni yo'nalishim emas, qo'shiq aytish. Sportivka ham meni yo'nalishim. Просто xohlayman shuni, просто qilib ko'raman, sinab ko'raman. Vaholanki u yerda 6 oy ketadi, 1 yil ketadi, uning ichida o'zingizni yo'nalishingiz, o'zingiz katta bo'lib ketayotgan yo'nalishda ancha katta yutuqlar qilsangiz bo'ladi. Shunga har bitta biznes egasi uni tahlil qilib ko'rish kerak, qarab ko'rish kerak yana bir bora. Iloji bo'lsa, bu konkurentоспособный rynoklik uchun upakovkalariga va brend DNKsiga ko'proq ahamiyat berish kerak. Ya'ni xuddi siz konkurentlaringizni o'rgangan holda ular ochyapsiz, siz qanday ajralib turasiz. Misol uchun Safiyani oladigan bo'lsangiz, Safiya juda ham katta interyeriga ahamiyat berdi, upakovkasiga ahamiyat berdi va sotib olish qulayliklariga ham anchagina ahamiyat berdi. Shunga men sizga maslahatim brendingga kuchli qarang. Brendingda sizni o'zi mijozlaringiz yuqori segment. Yuqori segmentda sizni mijozlaringiz sotib olgandan keyin sizni konkurentingiz bu mazali degani bormi? O'shalar bo'lsa, sotishadi yarim tayyor nimalar, mahsulotlar oyim zakaz qiladi. Готовый. Да, почти готовый, да, почти готовый. Mikrovolnovkada isitib beradigan. Unda ularning juda upakovkasi chiroyli. Men siz o'rningizda bo'lganimda, как marketolog upakovkasiga alohida ahamiyat bergan bo'lardim. Chunki bizda hozir finansiy krizis, juda ko'pchilikning krediti bor, ipoteka, million xil pullarni har xil joyda chotirib yotibdi. Hozir 2025 tendensiyasi bu kichkina narsalardan zavqlanish. Kichkina narsalardan deganda, bu yerda hozir bizda Louis Vuitton shokolad chiqazyapti, La Douree o'zini jamlarini sotyapti, Dior oddiy daftarini sotyapti, brend bilan bo'lgan aloqani yaxshilash uchun. Endi buni bu yog'iga odamlar sayohatga pul yetmasa, uyga, mashinaga pul yetmasa, kichkina upakovkalardan zavq olishadi. Hozirgi ayniqsa yoshlar kichkina shu Instagramga qo'yish uchun detallarga ahamiyat bergan bo'lardim. Ochganga yarasha upakovkasini, retseptini, detaliga men alohida ahamiyat bergan bo'lardim. Hamma raspakovkasini qo'yishligi uchun. Hamma raspakovkasiga. Chunki men ko'ryapman, hamma uyda yarim tayyor mahsulotlarni telefonlarga o'rab oddiy qilib yuboradi. Bu siz konkurentlarni yutmoqchimisiz, 1000 yillik produkt qilmoqchimisiz, olgan odam blogerlar siz tekinga reklama qilishini xohlaysizmi? Upakovkasiga 2025-yilda buni bu yog'iga alohida e'tibor berish kerak, chunki insonlar har bitta detaliga ahamiyat berishni boshlaydi yana ham. Insonlarga zavq olgani sayohatlar, mashinalar, uy, luks hayotlar u darajada qurbi yetmayapti, chunki hozirgi 2025-yilda shunaqa 2024 bilan 2025-yilda. Shuning uchun ular mail ishlarga qaraydi. No, lekin biz bozorda nima bilan ajralib chiqqanman, chunki estetichni chiroyli podacha qilganim sababli ko'p konkurentlardan ajralib chiqqanman. Chunki даже oddiy misol salat solishda, uni tozaligida va misol uchun akkuratni solinganida, uni ukrashach qilib podacha qilishda, не только просто solib berib yuborish.
uni chiroyli klientga yetkazib berish, klient o'sha salatni misol uchun ochganda ko'rib mazza qilsa, u o'sha boshqacha. To'ppa-to'g'ri. Shuni hisobiga biz bozorda ajalganmiz. Qolgan misol uchun ko'p o'zimlar eshitganman klientlarimdan bunaqa darajada chiroyli, toza, sifatli qilib yetkazib berganinglardan rosa xursandmiz deb rosa ko'p o'zimlar. Yo'q, men Instagramingizni ko'rdim. Instagramingizda aktivingiz baland. Hozir Ramazon, yangi yilda ham salat sezonida 10 mingdan ko'p pul topishingiz kerak. Bu aktivingizda 10 ming kam. 10 mingdan ko'p pul topiladi. Misol uchun oddiy misol o'sha aytamanku, sezonda bir kunda 10 ming, 5 ming topiladi. Bir kunda. Da. Unda yaxshi. Hozirda men buni nima deb ko'ryapman? Sizni menda juda ko'p ming xil yarim tayyor mahsulotchilar o'qidi. Ularning orasida siz eng katta natija va ko'rsatkichlarni ko'rsatib turganligingiz uchun men ko'rdim. Chunki menda juda ham ko'pchilik yarim tayyor mahsulot chiqazmoqchiman, qanaqa qilsam bo'ladi deb keladi-da. O'shanda siz eng katta ko'rsatkichni ko'rsatdingiz. Siz prosmotrlaringizni va aktivlaringizni olganda bundan ko'ra yaxshiroq ishlasa bo'lardi degan menda o'y bor. Bor. O'zimda ham bor. Sizda ham bor bu narsa? Потому что ozgina o'zimga dam berdim, потому что это очень трудоемкий narsa. Xo'p, hammada trudоемкий assistent bormi? Assistent bor, faqat bitta, lekin ulgurmayapti. Assistentning ishi nima? Ko'paytirish kerak. Hammasiga javob beradi, Telegramdan boshqa telefon, kashada. Mahsulotga yaxshi ahamiyat beryapsiz, mijozlarga yaxshi ahamiyat beryapsiz, bloger olyapsiz, ko'pgina klient olib kelib beryapsiz. Sizni ishingiz tepadan turib boshqarish bo'lishi kerak. O'zi chiqishingiz kerak operatsiyonkadan. Sizga 2-3 ta menejer kerak va eng asosiysi har biri nima qilish kerak, ishini bilish kerak. Ularning ishi aniq ravon yozilgan bo'lishi kerak. Sizni strategik planingiz 5 yilga, 1 yilga Toshkentda 4 ta tochka ochadigan bo'lsak, 5 yilga qaysi viloyatlarda ochamiz, nima bo'lish kerak? Siz o'zi strategik rivojlanishingiz sizda bo'lishi kerak. Siz strategik rivojlanishingizni yozib chiqqaningiz bilan, nima biz mikrofon ishlatmayapmiz, sizlarga eshitiryaptim. Strategik rivojlanishingizni yozib chiqqaningiz bilan sizda birinchi o'rinda xodimlar yo'q hozir. Rivojlantirgan. Instagram bo'yicha, yurg'izish bo'yicha xodimlar yo'q. Men hozir mobilograf boshqasini oldim, ular ishladik, keyin уже как-то bilan qo'yib yubordim-da. Bir yonib boshqa qildim, keyin cho'ta уже qo'yib yubordim. Уже professionalni o'tmoqchimisiz? O'zingiz reels maker bo'lib, o'zingiz bloger bilan gaplashib, o'zingiz klientlarga muomala qilib, bu 3 ta bolangiz bilan o'sa olmaysiz siz. O'shaning uchun ham hali magazin ochmagansiz siz. Chunki biz hech qachon bir o'zimiz o'smaymiz, biz har doim jamoa bilan o'samiz. Plusi, o'zingiz ishlaganingiz plusi, eng katta plusi siz mijozlar bilan gaplashishni bilasiz. Mijozlarga qanaqa gaplashish kerakligini xodimlaringiz o'rgata olasiz. Siz hozir kengayishingizdan birinchi o'rinda qiladigan narsangiz zo'r finansingiz topishingiz kerak. Qaysi mahsulotdan nechta sotilyapti, qaysi biridan nechta marja qolyapti, qaysi biriga qancha chiqim bo'lyapti. Shunda finansingiz kelajakni hisob-kitobi bilan chiroyli qatga nima ko'proq sotilishi kerakligini ko'rsatib bera oladi. Men birinchi o'rinda любой O'zbekistondagi bizneslarni bilaman. Faqat 80%ni hisob-kitobi normalniy emas. 20% cho'tki hisob-kitob olib boradi. 80% da hisob-kitobida katta kasha. Ular misol uchun kalkulyatsiyasi, har bitta mahsulotimni kalkulyatsiyasini o'zim chiqarganman. Uni grammajini, kalkulyatsiyasini hammasini o'zim chiqarib, o'zim hisob-kitobini bemalol qila olaman. Misol uchun себестоимость, qancha undan foyda qoladi. U ham sezonga kalibrovka bo'ladi, chunki bozor rynokka o'ynaydi. Produkti misol uchun har xil sezonda har xil narxda bo'ladi. Narxga o'zingiz oyligingizni ham qo'shganmisiz? Uyingizni svetlarini, uyingizni hammasi, mebelni eskirayotganini ham qo'shganmisiz? Hammasi qo'shiladi. Chunki sizda uyda ishlab chiqarishda hisob-kitobi umuman boshqacha bo'ladi. Ertaga yangi joy ochadigan bo'lsangiz, uni hisob-kitobi umuman boshqacha bo'ladi. Chunki ko'p biznes ladylarni eng katta qiladigan hisob-kitobida aybi
o'zini oyligini yozishmaydi. Qo'shmaydi, Svet, gaz ketayotganini yozishmaydi. Mebeli eskirayotganini ham yozishmaydi. Vaholanki bu biznes modelda uydan tashqariga olib chiqqanda umuman boshqa hisob-kitob bo'ladi. Balkim bu modelingizni franshiza qilib yuborarsiz. Balkim bu modelingizni butun O'zbekiston safida tarqatarsiz. Biza birinchi o'rinda men ishonmayman, uy bekasi normalniy sebestopni chiqarishi ishonmayman. Sizni ishlab chiqarish chunki umuman tajribangiz yo'q. Ishlab chiqarishda ertaga selofan emas, upakovkasi boshqacha bo'ladi. Ishlab chiqarishda ertaga arendasi boshqacha bo'ladi. Marjasini qancha 3 barobar qo'ya olyapsizmi, 4 barobar qo'ya olyapsizmi? Shuning uchun men uy bekasi o'zi chiqarilgan hisob-kitobi bilan yangi 3-4 ta magazin ocha olishiga men umuman ishonmayman. Chunki u yerda hisob-kitobi, mobilografning puli, marketologning puli, assistentlarning hammasini va kelajakdagi rejani ham pullari u yerda bo'lishi kerak. Men любой joyda bilaman, ishlashayotgan bo'ladi, lekin hisob-kitobini, kirim-chiqimini olib chiq desangiz, juda kamchilik kirim-chiqimini Excel faylda normalniy qilib olib yuradi. Juda ko'pchilik tavakkal bilan ishlab, tavakkal bilan ochib, tavakkal bilan yopib boradi. 80% tadbirkorlar. 80% tadbirkorlar shunaqa. Shunda любой ochishdan avval konkurentospособный bo'lib, krizisda chiroyli, esda qolarli ochilishdan avval по-любому birinchi o'rinda hisob-kitobinglar bo'lsin. Agarda hisob-kitobinglar noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bu yana chunki men o'zim ham shunaqaman, настроениямga qarab, endi men bloger bilan ishlayman, endi men mahsulot chiqazib ko'raman, endi men bunaqa dekoratsiya qilib ko'raman desiz, strategiya buziladi, hisob-kitob buziladi mahsulot sotilmagan mahsulot ham chiqazib qo'yish mumkin. Shuning uchun har doim hisob-kitobni, to'g'ri hisob-kitob olib boradigan Excelda ertaga sizga marketingga qancha investitsiya qilishingiz mumkin. Chunki ertaga ikkita tochka ochadigan bo'lsangiz, qancha reklamaga tukyapsiz, uni umuman hisob-kitob o'zgaradi. Любой odam uydagi biznesini chetga olib chiqayotganda juda ko'p ayollar hozir remontga qarayman, hozir blogerlarni chaqiraman, hozir zo'r upakovka qilaman, hozir zo'r paket qilaman deydi-da, hisob-kitobida qarasa, вообще katta minusga kirgan bo'ladi. Reklamaga ko'p pul tikib olganligidan. Shuning uchun siz agar Mirfutbol olib chiqmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda hisob-kitobni finansist bilan o'tirib, trezvy iloji bo'lsa birorta zavodda ishlab chiqqan odam sizga har bitta grammajini, hisob-kitobini qilib bersa, siz ertaga 1 yil zo'r bo'lib, 3-yil qulamaysiz yoki 3 yil zo'r ishlab keyin voy ular aynida bo'lmaydi, sizda stabilniy o'sish bo'ladi. Chunki stabilniy hisob-kitob bor joyda reklamaga stabilniy to'g'ri pul ishlatiladi. Kerak emas mahsulotlarni hozir biz просто chiroyli bo'lish uchun chiqazayotgan mahsulotlarni ba'zilari umuman pul katta keltirmayotgan bo'ladi. Ularni finansistga sразу olib tashlaydi. Ne, unaqalarni o'zi ham bilaman. Sotuv past, anaqasi baland bo'lib, vaqt ko'p ketkazadigan mahsulotlar, unaqalarni chiqarib tashlayman. Chunki menga невыгодно unga ishchi haqi to'lash, vaqtimni ketkazish. Unaqa produksiyalarni o'sha olib tashlayman. Zo'r. Просто lekin men nimani bilaman, tadbirkor ayol har bitta narsaga uni hisob-kitobini qilsam, ana bloger bilan gaplashsam, uni qiladigan bo'lsam, yoki sog'lig'idan, yoki bolasidan, yoki oilasidan ketadi. Shuning uchun o'sha bolam tug'ib endi ahamiyat bermay qo'ydim-da demasdan, iloji bo'lsa delegирование o'rganish kerak. Hisob-kitobni ham o'zim qilaman, qaysi mahsulotni ham o'zim qilaman degan ayolni filial ochib tashlaganini ko'rmaganman. Safiyani ko'radigan bo'lsam ham, eng tez rivojlangan Safiya bo'lsa ham, u yerda juda katta jamoa ishlaydi. Juda katta jamoa, u yerda delegирование bor. U yerda Mirfutni hozir hamma gapirsin, $10,000 qil emas, 10 yillik, 20 yillik, 30 yillik strategический plan yozilgan bo'ladi. O'shaning uchun u yerda faqat professionallar bilan ishlanadi. Men nima uchun sizni chaqirdim? Shu gaplarni yetkazmoqchi bo'ldim. Agarda to'g'ri uyda ozgina qilayotgan bo'lsangiz, bu qiz zo'r ketyapti. Bu qiz Safiyaning uroveniga chiqish kerak. Lekin siz hozirgi qilayotgan ishi bilan Safiyaning uroveniga chiqa olmaydi. Chunki hamma ishni o'zi qilyapti. Hisob-kitobiga ham o'zi qarayapti, qaysi mahsulot qaralishini ham o'zim bilaman. Hamma joyga bitta assistentim qarayapti. Hozirgi hurmat bilan, men nimani xohlardim? Hozirgi hurmatingizni,
hozirgi e'tiboringizni, hozirgi klientlaringizni saqlab qolgan holda shoshilmasdan sistematichni chiroyli o'sishingizni xohladim. Chunki qaramaman, klientlaringiz ko'p, produktlaringiz ham, hatto Telegram kanalingizda ham bormi? Но men bilaman, что любой sohada professional hisob-kitob bo'lmasa, professional 3-4 bu sohada ishlab chiqarishda fabrikalarda, zavodlarda ovqatlarni ishlab chiqarish joyida ishlagan odamlarni, texnologlarni olmasa, любой joy qulaydi. Chunki sizni biznesingizga kirish oson. No, bu biznesning kelajagi bor, chunki uydagi ayollar ovqat qilmayapti. Buni bu yog'iga qilmaydi ham. Bu biznesga kirish oson, boshlash, bu biznes hali ko'p rivojlanadi. No, men o'zim bildim, что hozirgi vaqtda strategiya bilan yurg'izish kerak. Strategiyani o'lishini nomer 1 belgisi, yo o'zim hisob-kitob qilaman, yo o'zim mana buni qilaman, yo bitta adminim bor deb hamma narsani bo'yniga olish. Chunki har bitta hisob-kitobda ham, marketingda ham o'zini odami qilgani ma'qul. Hozir pul kelayotgan vaqtda marketolog bilan 5-6 yillik strategiyani tuzib, hisob-kitoblar aynan sizga haqiqatda katta daromad olib kelayotgan mahsulotlarni haqiqatda hisob-kitobini qilib va qaysi mahsulotlar qoldiramiz, qaysi mahsulotlarni yo'qotamiz degan savol bilan birga mijozlarni kastef qilib, yana ham ko'p o'rganib, nima yoqyapti, nima qilib beray deb, nima ular so'radi, qo'shimcha yana mahsulotlar agar qilsa texnolog bilan birga ishlab, uni test qilish kerak. Hech qachon men bir o'zi hamma ishni qilib filiallar ochavergan odamni ko'rmaganman. Filial ochishdagi eng katta birinchi qiladigan eng katta xato hisob-kitobni noto'g'ri yurg'izish. Hisob-kitobni noto'g'ri yurish. Ikkinchi, uchinchi xato hozirgi media zamonida SMM Reels Makersiz ishlash. Bu nomer 1 katta xato. Reels Makersiz yoki SMM siz ishlab, uchinchi xatolaringizdan biri, что Telegram botga o'xshagan sotib olish oson, sistematizatsiya yo'q. Muomala qanaqa yuboring, men 3-4 marta sizdan sotib olmoqchi bo'ldim. Nima kerak dedinglar, Telegramda yo'qolib ketdilar. Agar men sizda Telegram botingiz orqali necha kilogramm qaysi salatingizni sotib olishim mumkin, oson qilib qo'yganinglarda yoki Express signaturga kirganinglarda men sizni salatingizdan yemoqchi bo'laman, Telegramingizga kiraman, yozaman, nima qatga tukit. Sizda klientingizni faqat 30% ga sotyapsiz, qolgan 70% ga javob yetib bormagan hali. Men 1 yildan beri siz salatingizni yozaman, chunki men siz har hafta olmoqchi bo'lib yozaman Telegramda. Qaysidan tanlab ba'zida yozaman, ba'zida yozmayman, keyin javob berilmaydi. Обработка juda sekin siladi. Klientlar yo'qida sekin bo'lmasa ham, o'zi xohlamagandir-da, o'zi olmasa kerak-da degan narsa bor. Narsa yo'q umuman. Yo'q, masalan, chunki har bitta klient bilan yaxshi ishlanadi. Baribir har bitta klient keyinchalik baribir necha yillik klientlar. Muomalangizga 100% ishonaman, mahsulotingizga 100% ishonaman, muomalangizga 100% ishonaman, lekin buni bu yog'iga qaysi kompaniyalar yutadi, sotib olish oson qilib qo'ysa, sistematizatsiya bo'lsa. No, klientlar unaqa xohlamaydi. Klientlar обговаривать qilish yaxshi ko'rishadi. Ichida nima bor? Unaqa bo'lganda, agar unaqa bo'lganda обговаривать qilib, klientlar bilan gaplashishni xohlaganda Express 24 lar, Yandexlardan hech kim ishni zakaz qilmayotgan bo'lardi yoki hozir uzum ishlamayotgan bo'lardi. Nima uchun Express 24 lar, Yandexlar million topyapti, uzum million topyapti. Siz o'ylaysizki, klient birma-bir sotib olishni xohlaydi. Men kechki paytga 1 kilogramm vinegret sotmoqchi bo'lsam, men вообще gaplashkim kelmayapman. Ishdagi ayolman, 2 kilogramm vinegretni gaplashib ololmayapman misol uchun. Lekin Yandex bilan uzum yedasi bor, ekspresslar bor, ulardan olyapti-ku insonlar. Xuddi shu sizning ishingizda-ku. U yerda million sizdan ko'ra ko'proq pul aylanayapti-ku. Eng birinchi qilinadigan tadbirkorning xatosi, men уже klientim bilaman, men mahsulotim bilaman deyish. Chunki bu uy biznesi, hobbi biznes bo'lib qolib ketadi. Agarda siz rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, kuchli kadrlar olasiz, hisob-kitobingizni qilasiz. Media zamonida, Instagram va Telegram zamonida siz SMM bilan birga normalniy videolar olasiz va хотя бы bilasizmi, o'z vaqtida 10 yil avval, 10 yil bo'lib qoldi menimcha, yo 8 yil avval Leziles kompaniyani mahsulotlari bot chiqazganda sotuvi 70% oshib ketgan. Kim Leziles botdan zakaz qilib ko'rgan? Leziles botni ixtiro qilgandan keyin qanaqa bu dunyodagi Telegram botdagi nomer 1 Telegram bot
Lezalistiki bo'lgan. Kim Lezalistni botini qilgan bolalar ekan desa hamma chopgan ularni oldik. Lezalist o'zini sotuvini 60%, 70% oshirib olgan faqat bot ixtiro qilib sotib olish oson bo'lgandan keyin. Shuning uchun любой hobbili biznesni biz olib chiqib ketayotganda hisob kitobini to'g'ri qilamiz. Hobbili biznes tashqariga olib chiqib ketayotganda biza kontentni normalniy qilamiz. Mobilograflar bilan, videolar bilan, chunki уже mahsulotni sifatini ko'rsatadi. Uchinchisi, nima qilsam klientlarimga sotib olish osonroq bo'ladi. To'rtinchisi, siz 5-6 filiallarni ochish bo'yicha o'ylashingiz kerak. Siz hozir ana opaga bersangiz, biz atmet qilib beradi degan fikrdan ketishingiz kerak o'zi. Uni boshqa qiziq o'ylash kerak. Siz 5-6-filiallarim qaysi joyda bo'ladi, nima bo'ladi, kim bilan ochaman, nima qilaman degan o'yda yurishingiz kerak. Hozir men blogerga bersam, u atmetga qilsa desa, men bu xatoni qildim. Ichida o'ralashib, aylanib, qovurilib ketasiz. Siz o'rningizga boshqa marketolog bilan shug'ullanish kerak. Уже shunga sekin-sekin o'zingiz olib kelishingiz kerak, что 1 yil ichida siz professional media komanda bo'ladi, hisob kitobchingiz уже normalniy bo'ladi. Хотя бы Telegram botdan oson sotib olish kerak bo'ladi, avtomatizatsiya. Avtomatizatsiya sotib olish hatto Telegram, Instagramdan ham qilsa bo'ladi. Чтобы sizni ikkita bolali ayol ishdan kelgandan keyin nimalarni siz bilan Telegramdan zakaz qilmasdan botmi birorta oson sotib olish ilojisi bor narsani yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shunda sizni o'zingizni fikrlashingiz oddiy uy bekasi, Instagramda mashhur qilish, atmetka uchun, hamma blogerlar bilan yaxshi bo'lish muomaladan emas. Tadbirkorman men. Emotsionalda turadi, men pul qilishim kerak. Bitta marketolog olaman. U bilan unga aytaman. Sotuv bo'limiga boshqargan Telegramlarni boshqaradigan bitta odam inson olaman, o'zini qizlarini ishida deb tadbirkor kabi fikrlab chiqishingiz kerak siz. Chunki sizni hozir klientlaringiz, zakazlaringiz позволяет. Yana ham rivojlanishga turtki bo'ldi. Chunki men ko'ryapman, Instagramda zo'r ketyapsiz, Telegramdan zakaz qila olmayapman, klientlaringiz zo'r, axvatlaringiz zo'r. Nimaga men bu qizdan ola olmayapman? Demak, mendagilar juda ko'p. Mahsuloti yaxshi, klientlari yaxshi, demak bu yerda men sotib ola olmayapman, mendagilar juda ko'pmi? Demak, bu yerda juda katta pul tashqarida yotibdi. Juda katta pul, bu yerda sistematizatsiya bo'lsa, siz xohlaganday offline tochkani ochadigan bo'lsangiz, eng katta qiladigan xatoingiz noto'g'ri hisob kitob bilan remontiga, mebeliga katta pul ajratib yuborish. O'zingiz yoshligingizdagi xatyalkalaringiz, orzuyingizdagi oshxona. Sizga finansiz remontga nechta pul tikishingiz mumkinligini hisob kitob qilib bermasa, siz bor budjetga tikib olasiz. Chunki birinchi magaziningiz bo'ladi. U birinchi magazin bilan birinchi biznes hech kimda yurmaydi. Chunki u yerda siz eng zo'r xodimingizni haylashgan bo'lasiz. Ikkinchi biznesingizda noto'g'ri mahsulotni tanlagan bo'lasiz. Keyin uchinchilarda zo'r tushunib olishingiz mumkin. Xuddi shunaqa. Chunki yo'q shunaqada, men shuning uchun biznesdan dars o'tmayman dedim-da, ko'proq marketingdan o'taman. Marketing bitta kasb beraman ekan dedim. Umuman biznes boshlamagan, kelib olgan bo'lsa, men unga biznes o'rgataman desam, o'zini xatosi bilan bitta zo'r xodimi bilan haydashib yuborsa, u ketgan bo'lsa, seni kursingda o'qib, men yomon bo'ldi, biznesim yurmadi dedim. Keyin o'zini biznesini boshlaydi. Men o'rgataman, biznes qilish, tupoy mahsulot olib kelsa, sotaman, men seni kursingda o'qib, biznes qila olmadim desa, okey. Chunki tadbirkorlik bu tajriba bilan keladigan navbatda. Hozir biz uydagi biznes tashqariga olib chiqib olayotganimizda qizlar Pinterestdan eng zo'r rasmlar topiladi. Yo'q, mashinamni sotsam shunaqa remont qilaman deyiladi. Eng qimmat upakovkalar topiladi. Ham eng zo'r ochilish marosimi qilinadi. Hamma pulni tikib yuboriladi. Keyin Instagramga, keyinchalik reklamaga pul qolmaydi. Shundoq zo'r joy kelajakdagi pulini yo'qotib yuboradi-da. Undan ko'ra o'rtacha remontroq qilib, o'rtacha yaxshi lokatsiya tanlab, o'rtacha ochishingiz mumkin. Lekin juda ko'p tadbirkorlar, 50% tadbirkorlar birinchi lokatsiyasini yopib boshqa joyga ko'chishadi. Chunki noto'g'ri lokatsiya tanlab qo'ygan bo'ladi. Chunki o'sha yoshligidagi orzudagi joyda bo'ladi, u biznesga mos-mos bo'ladi. Juda ko'pchilik lokatsiyasini o'zgartiradi va uydagi biznes, hobbidagi biznesni tashqariga biznes olib kelayotganda, uni mebeliga, remontiga dunyoning pulini chaplashadi. Shuning uchun siz hozir uydagi biznesingizni tashqariga olib chiqishingizdan avval обязательно finansingiz bilan o'tirib ishlab hisob kitob, maksimum remontga nechta pul ketib olayman. Bitta summani hisob kitobini, mebelda hisob kitobini qilishingiz kerak bo'ladi.
Shunda hamma bor budimizni chaplamaymiz. Mana bu yog'iga, mana bunaqasiga qilib. Hamma bu dunyodagi hamma blogerni chaqirib ochilish marosimini ham qilamiz. O'rtacha finansist bergan byudjetga belgilangan narxda ochilish marosimini qilamiz. Zato keyinchalik finansist reklama uchun pul olib qo'ygan bo'ladi. Har 2 oyda, har oyda 2-3 ta blogerlarni keyin ham chaqirsak bo'laveradi. Lekin men shu paytgacha umuman pulga reklama bermaganman. Bilaman. Ko'proq barterga, keyinchalik chaqirgani, ochilish marosimlarini shunaqa qilish kerak edi. Men o'zim juda ko'p tanishlarim reklamaga pul keladi, 300 mingni mana bunaqasiga sarflab yuborishadi bir oyga. Bu noto'g'ri. 300 mingni lучше 4 oyga sarflash kerak. Bo'lish kerak. Chunki inson hech qachon bitta oyda sразу sotib olish qaroriga kelmaydi. U ko'radi, eshitadi, borib keladi, keyin sotib oladi. Eng katta shu uydagi biznes tashqariga olib chiqqanda bizni hamma yoshligimizdagi orzularimizni amalga oshirgimiz keladi. Eng zo'r lokatsiya, eng zo'r mebel, eng zo'r blogerlar, hamma pulni go'yoki bir oyda tikib yuborsak, hamma pulni yig'ib oladiganga o'xshaymiz. Vaholanki marketingga har doim 4 oyga, 5 oyga, 6 oyga o'zimiz bilan bir pul olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki inson sotib olish qaroriga 4 oyda, 5 oy, 6 oyda keladi. To'g'ri. Uyga vazifasi tushundingizmi? O'sish va yana o'sish deydi-ku. Biz уже oddiy uy bekasili, hobbili biznesdan professional biznesga o'tamiz. Professional biznesda bizni faqat jamoa quradi. Va u jamoani finansni tushungan odam bo'lish kerak. Birinchi o'rinda hisob-kitob tushungan. Men o'quvchilarim keladi, o'tgan yil zo'r ochgan bo'ladi, bu yil yo'q sotuv deydi. Hisob-kitobingni och desam, hisob-kitob yo'q. Yo'q. 80% O'zbekistondagi tadbirkorlarning normal hisob-kitob qilishni bilishmaydi. Ayniqsa o'sha ayol ham biznesga, ham klientlarga, ham ovqatga, ham hisob-kitobga o'zi qarayotgan bo'lsa, u вообще biznes o'smaydigan biznes. Chunki finansiy modelda o'zining kelajakdagi 5 yilga, 10 yilga qo'yilgan finansiy modelni biladigan finansist kerak bo'ladi bu yerda. Hisoblab beradigan. Чтобы hamma pulingizni remontga sarflamasligi uchun, hamma pulingizni ochilish marosimiga, mebellarga sarflamasligi uchun u finansist хотя бы hozirgi bor pulingizni qancha kirib turish kerak, qancha kunlik sotib turishimiz kerak, buni hammasini hisob-kitob bo'lishi kerak bo'ladi. Unda men blogerda yaxshi ko'raman, men bir rangda yaxshi ko'raman, men bir lokatsiyani yaxshi ko'raman deb emas, haqiqiy hisob-kitob bilan ish yuritiladi. Haqiqiy hisob-kitobda bizni uydan katta biznesga olib chiqayotganda mana bu yurakni uyga qo'yib chiqamiz. U yerda miya yoqilish kerak edi. Haqiqiy biznesda miya yoqilish kerak. Hisob-kitob bilan bo'lish kerak hammasi. Это душаш. Это душаш. Yo'q, dusha, reklama, marketingi ko'rsataverasiz, video, reelslaringiz bilan hammasini. No, уже arenda to'lanyaptimi, magazin ochilyaptimi, это другой уровень. И men o'sha уровеньga chiqishingizni xohlayman. Uyda qolib ketishingizni xohlamayman umuman. Qila olasiz ham buni. Ну, у меня еще вот в планах 3-4 etajli katta sex ochish. Chunki misol uchun hozir sexim bor. 100 kvadratdan oshuv, уже o'tga sig'mayapman. Shunaqa zdание, olib, sotib olib, прям своё bo'lishini xohlayman. 100 kvadratli sexda arenda pulini hozir hisob-kitobingizga qo'shib olganmisiz? O'zingiz uyingiz, gaz, svet, suv hammasi qo'shiladi. Da. Hammasi anaqa mahsulot. Juda ko'pchilik o'zimni joyimdaman-da deydi. O'zingiz joyingiz arendaga bersangiz necha pul topasiz? Juda ko'p holatlarda o'zini joyida biznes ochishganda undan ko'ra biznes yopib arendaga bersa katta pul keladi-da. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Juda ko'p uyda ochishganda bo'lsa, uydagi arenda pulini chiqimlarga qo'shmaydi. Yo'q, даже misol uchun uyda ishlaganimda ham, sex ochmasimdan oldin uydagi to'lovlarni hammasi, даже oddiy posudovka gelgacha hammasiga qo'shib yuborganman. Chunki bu narsa baribir ishlatiladigan mahsulotlar. Shu narsaga ishlatasan, suv, svet, gaz, hammasini ishlatasan. Shuning uchun rivojlanyapsiz aka. Siz uchun xursandman. No, по-любому ertaga turganingizdan keyin hisob-kitobingiz, marketingingiz, reelslaringiz, strategiyangiz, sizga yana 3 ta kuchli kadr kerak. Bittasi finansni tushunadigan, bittasi sotuv bo'limini qaraydigan, bittasi mediaga, marketingga qaraydigan odam kerak sizga. Chunki men sizga aytibman, Telegram kanalda sal qashroq, men 1 yildan beri sizdan narsa zakaz qila olmay o'tiraman. Ko'p yozaman, lekin har oy harakat qilib ko'raman. Menda kelar juda ko'p. Bizda qayerda sotuv bo'ladi? Sistema sotib olish oson joyda sotuv bo'ladi.
Qayerda o'sish bo'ladi? Hisob kitobini to'g'ri olib borilgan joyda o'sish bo'ladi. Oddiy uydagi biznesni o'zimiz qura olamiz. Hobby biznesda tashqariga haqiqiy biznesga o'tayotganimizda haqiqiy biznes faqat jamoa bilan quriladi. Faqat jamoa bilan quriladi. Jamoaga olishingiz kerak bo'lgan birinchi insonlardan biri bu hisob kitob qiladigan inson bo'lishi kerak. Shunaqa bo'lishi kerak. O'zim o'ylab olmoqchi edim, buxgalter olmoqchi edim. Buxgalterda kirim chiqimni chiqimni hisoblaydi. Finansist u finansiy modelda 5-6 yilga o'sish strategiyasini ko'rsatib beradi. Agar biz har bir yilda 4 ta filial ochishimiz uchun har kuni qancha sotuv qilishimiz kerak, har oy qancha sotuv qilishimiz kerak, har oy qancha sotuvga o'sishimiz kerak. Bitta maqsad 1 yillik planingiz bormi? 1 yillik planga yetish uchun har oy qanchadan sotuvlaringizni oshirish kerakligingizni u finansist finansiy modelda hisoblab ko'rsatib beradi sizga. Shunaqa bo'ladi. Test oralarda ko'rib turamiz. Inshaalloh. Nimani tushundingiz bugungi razbordan? Yana ham o'sishim kerak. Bu bitta belgi-da baribir. Da. Bu bitta belgi, yana ham o'sish uchun, yana ham hammadan ajralib chiqish uchun katta. Biz o'z professional bo'lib chiqishga tayyormiz-da. Da. Ozgina o'sha narsa aytyapti. Shunaqa. Bo'ldi. Lekin rahmat razbor uchun zo'r bo'ldi. Sog' bo'ling. Вообще nima deydi, o'zim o'ylab yurgan narsalarim, sомневаться qilib yurgan narsalarim edi-da. Misol uchun odam o'ylab yuradi, nimadan boshlaylik, nima qilay. Shu narsa misol uchun mana sizdan как professional уже shuncha bizneslarni ko'rib chiqqansiz, sizdan уже eshitish u boshqacha. Уже yo'nalishingni bilasan, strategiyani nima qilishingni bilasan. Qadam qo'yishingizni bilib olasiz. Qanaqa qilib qadam qo'yib, poetapno shuni qilishni ham bilib olasan. Не просто так на bum qilishdi. U ham katta rol o'ynaydi. Qayerdadir plyus yo'qotib qo'yasiz. To'g'ri. Juda katta plyus tashqarida turgan bo'ladi. Masalan, juda ko'p hisob kitob yo'li uchun yoki sotib olish sistematizatsiyasi yo'lga qo'yilmagani uchun juda katta pul tashqarida bo'ladi. Kerak emas xaridlar bo'lishi mumkin. Impulsivniy. Biz ayol tadbirkorlarga u narsa mosda. Bo'ladi bir xil ishxonada kerak emas narsalar olib kelib qo'yaman deb turadi keyin. Deyman, bu menga ishlamayapti-yu deyman. Pul ushlab turgan bo'ladi. U ham to'g'ri-da. Rahmat kattakon maslahatlaringiz uchun. Sog' bo'ling. Mirfood brendi asoschisi. Savolingiz bor? Bizda oxirgi konseptlar bor. Siz bularga o'sha 1 oylik berdingiz-ku, 1 oymi, 2 oylik. Hozir aytgan narsalaringizni qancha oyda qila olinglar, va'da berishlari kerak. Agar qila olmasada, o'zingizni obunachilaringizga bir narsa berishingiz kerak o'zingizdan. Yoki birga nimadir завтрак. 2 qatla-ku. Men hech nima deya olmayman. Я завишу от него deydi-yu. Ya tug'ilsa ham yani olib ishlashingiz kerak-ku. O'sha hisobga olib aytsangiz bo'ladi. 1 yil ichida. 1 yil ichida bilmadim. Mama в декрете. Я сейчас мама в декрете. 2 qatla-ku men ham. Boshqa insonga men shu ishda qilmasangiz nima bo'ladi shtaraf, yo qilsangiz nima bo'ladi derdim. Shunaqa qo'yardim. Hozir siz mama в декрете ekansiz. Хотя бы 1 yil davomida finansist oldim, Alim opa, hisob kitobimni qilib chiqdim. Joyimni ko'rib chiqdim. Marketing odam va Reels Maker Media komanda oldim deb хотя бы sizga uyga vazifa yangi filial ochishingizdan avval offline finansist bilan hisob kitobingizni to'g'irlash, upakovkalarga yana alohida ahamiyat berish, o'zgacha bo'lib, chunki siz alohida joy bo'lib chiqyapsiz. Iloji bo'lsa, agarda Yandex yoki Uzumga kirish, Yandexda yoki Uzumga kirish обязательно. O'rganishingiz kerak, qiyin emas. Qiyin emas. Men narsa sotganman, nima deydim, Expressga o'g'lim bir narsa qo'yib ko'rganman, esimda bor. Expressda. Chunki biz rivojlanishimiz kerak. Sizga uyga vazifa o'zingizga sotgan yangi plashatkalar, u Yandex Yeda bilan Uzumniki ham bor ovqati. Uzum tezkorga yangi ovqatlaringizni olib kirib ko'rish. Hozirgi sotuvlaringiz yana ham ob'yomini oshirmoqchi bo'lsangiz, yangi filial uchun biz pul qilmoqchi bo'lsak, kirib ko'rsa bo'ladi u yoqqa ham. Agar men shunaqa salatlar borligini ko'rsam, sotib olishim mumkin. Uyda домашний salati deb yozilgan bo'lsa, ularning maqasida yozilishida bor. Uzum
uzun tezkor Yandex.ga kirish uyga vazifa sizga. Upakovkangizni yana bir marta ko'rib chiqish, finansist olib hisoblab ko'rish. Media komanda, Reels oladigan o'sha professional komanda bilan ishlash. Sotib olishga, o'zingizni klientlaringizni sotib olishga lazaysiz хотя бы botadagi qilishingiz kerak. Siz Maryam Mahmudovaning kurslari juda ko'pchilikniki, juda katta millioni Telegram botlar orqali keladi. O'zbek xalqi 10 yil avval Telegram bot ishlatgan. Avtomatlashtirish kerak, sistemalashtirish kerak. Men uni testировать qilib ko'raman. Telegram bot ochish, как бы не проблема. Uni testировать qilaman, как klientlarimni отзывini eshitaman. Da, agarda shundan boshlasam savol bo'lsa, tushunmayotgan bo'lsa, сразу sizga zilichkangizga yozadigan qilib yo'l qilsangiz ham bo'ladi. Bu o'ta не проблема. No, men o'zim sizni aynan produktingizni sinab 1 yildan beri shuni aytib qo'yishim kerak dedim. Rahmat. Ya'ni qiz bolami, o'g'ilmi? O'g'il. Mashallah. Давайте Mirfoodga chapich olamiz, oxirgi tug'adigan oyda ketdi. Rahmat. Agar shu hammasini 1 yil ichida qilsangiz, menda reklama. Agarda qilolmasangiz, necha kishimiz hammamiz boramiz. Ovqatlangani. Kelinglar. Ovqatlangani boramiz. Xohlasa. Shu? Bo'ldi. Rahmat. Ko'rganimdan xursandman. Sog' bo'ling.